Hozirgi kunda pardani kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon qilish kerakmi? Kelinlar so'rovnoma o'tkazamiz. Pardani kelin tomon qilish kerakmi yoki kuyov tomon qilish kerakmi? Конечно. O'zi islom dinida shunaqa hamma narsani kuyov tomon qilish kerak. Kuyov tomon qilish kerak. Suruvni ham даже Assalomu alaykum. degan narsalarni ham byudjetini kuyov tomon berish kerak. Mendacha papalam bo'lganmiz, kelishganmiz xo'jayin bilan. Bir xil fikr misolchi yo'q, kelin tomon qilish kerak dedi. Unga fikringiz qanaqa? Yo'q, unga qarshiman. Nima sababdan? Ota-onasi qilib berayotganda qarshiman. Agar er xotin o'zi kelishsa, u boshqa gap. Men o'zim yaqinda kelin oldim. Biz kelin tomonga hech narsa qildirganimiz yo'q. Biz Navoiyda. Navoiyda ko'pchilik shunaqa qiladimi? Navoiyda ko'pchilik shunaqa. O'zimni fikrim ikkala xudo kelishib qilish kerak. Endi kelin tomonga ha deb parda qilib kel, palon qilib kel, son qilib kel deyotgandan ko'ra, kuyov tomon qilib yaxshi. Siz o'zingiz qayerdansizmi? Biz o'zingiz Navoiydamiz. Kuyov tomon qilsa tag'in ham yaxshi bo'ladi. Tayyor qiz qilib beraman, shuncha yil boqitaman. Undan u yerga ularning xizmatini qiladi. Shuning uchun menimcha kuyov taraf qilgani ma'qul deydi. Endi bir xil aytishadiki, shu uy shu kelinniki, o'zi bezatib olsin deyshadi. Bunga fikringiz qanaqa? Noto'g'ri menimchalik. Avvalam qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Ota-ona uchun shu kerak. Kelin tomon qilish kerak deyman. Kelin tomon qilish kerakmi? O'ziga yoqqanini qiladi. O'ziga yoqqanini qiladi. O'ziga yoqqanini. Ikkalasi birgalikda maslahatlashib qilish kerak, lekin moddiy tarafini kuyov tarafda ko'tarish kerak. Kuyov taraf qiladi, kelin tomon qilmaydi. Hammasini kuyov taraf qiladi. Endi buni olib qarasangiz, o'z kuyov tomon hamma narsani qilib, siz kelin tushira oladi, to'g'rimi? Hozir kimdir kelin taraf qiladi, kimdir kuyov taraf qiladi, shunday bo'lib qolganda hozir endi. Fikrimiz endi onasiga bog'liqda. Shuning uchun men o'g'lim yaqinga uylantiraman, o'zim qildim pardasini. O'sha yerda kim yashaydi, kelinmi? Kelin yashaydi. Kelin taraf Diliga qarab, naverda ikki tomon sharoit birinchi. Siz misol mana kelin qilish kerak deb o'ylaysizmi yoki kuyovmi? Misol uchun o'zingizcha o'rtacha. Kuyov. Kuyov. Ha, faqat kelinni didi bilan. Kelinni didi bilan qilish kerak. Kuyov qilish kerak. Siz o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq bo'ladi.